Diqqat, O'zbekiston fuqarolari ogoh bo'ling. O'zbekiston bo'ylab yangi virus avj olmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video roligi ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Oxirgi paytlarda jinsiy faollik susayganmi? Hissiyot yo'qoldimi? Peshobdagi muammolar tinchlik bermayaptimi? Endi xavotirga o'rin yo'q. Yangi tabiiy yechim yordamida 5 kunda o'zgarishni sezing. Quvvat tiklanadi, hissiyot uyg'onadi, ishonch qaytadi. Hayotingizga kuch-quvvat, baxt olib keling. Tabiiy yo'l bilan hech qanday kimyoviy dorilarsiz. Bugun sinab ko'ring, natijani o'zingiz ko'ring. Tabiiy yechim 5 kunda natija. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga murojaat qiling. O'zbekistonda yangi virus tarqalmoqda. U virus esa yoshi kattalar va yosh bolalar orasida yuribdi. Yangi virusga hech qanday ukol, dori kuchi yetmayapti. Tabletkalar mutlaqo ta'sir qilmayapti. Isitma esa tushmasdan qiynamoqda. Sovuq suv ichmang. Oilangizda kimdir virus yuqtirgan bo'lsa, ozroq muddat aloqa qilmay turing. Juda yuqumli va tuzalishi nihoyatda qiyin deyishmoqda. Farzandingizga tayinlang, shamollagan do'sti bilan o'ynamay tursinlar. Sovuq suv ichmasinlar. O'zingiz ham issiqroq kiyining, iloji bo'lsa ko'chada maska bilan yuring, deyiladi xabarda.